Yaponiya bazılarına Xitay qırğaqlarını qaplagan başqurulduğan bomba səplədi. Əlbəttə qədərli görmələrimiz Yaponiyanınki şu Takaichi xanım hakimiyetke çıqqandan keyin bo'lib ikkinchi qatim saylangandan keyin Xitoy bilan texmo Xitoyga qarta pozitsiyasini intayin kuchli ketayotganligini bilamiz. Har doim Yaponiya Xitoy munosabatini aytdi yirik holatda davom qilyotdi. Kundan kunga Xitoyning mayli rayondagi bo'lsin, mayli Yaponiyaga tutgan pozitsiyasi sababli bo'lsin, Yaponiya jiddiy shaklda har xil tadbirlarni elayotdi. Bu qatim Yaponiya Mudofaa ministrligi 31 Mart Kumamoto nahiyasidagi Kengon harbiy bazasi va Shizuoka nahiyasiga joylashgan Fuji harbiy bazasiga etilish musofasi taxminan 1000 kilometr keladigan Xitoy qirg'oqlari va Shimoliy Koreyani qoplay oladigan uzun musofalik boshqariladigan bombalarni saplashga boshlaganligini e'lon qildi. Xuddi har haftadagidek anglayotimiz bundaq Yaponiyaning atrofidagi har xil rayonlarga Xitoyga qarshi o'rinlashtirilayotgan harbiy jihatdan taraqqiy qildirilayotgan xabarlarni davomli holatda mush yaqinda men ko'plab oldimizga chiqyotdi, ko'plab ko'ryapmiz. Yaponiya taratqullari nihoyatda keng doirada badi bu xabarni Yaponiya Xitoy munosabati davomli yiriklashayotgan bir vaziyatda Yaponiya hukumati harbiy sohasiga borgan sari kuchli shaklda buningga mablag' saylayotganligini, kuchaytirayotganligini, Yaponiya taraf agar qarshi tarafning hujum boshlaganligini jazmlashtirsa, bu xil uzun masofalik bombalar qarshi taraf tavallikidagi bomba bazalariga zarb bera oladiganligini xabar qildi. Bu Yaponiyaning izchil davomlashtirib kelgan faqat mudofaani asos qilishdan iborat davlat mudofaa sohasida, siyosatida zo'r burilish bo'lganligini ko'rsatib berdi. Albatta buni biz nurg'un qatim tahlil qildik. Yaponiyaning şu yaqinqi yillardan buyon kuchli shaklda Shinzo Abe davridan boshlab desakmi, millatda Shinzo Abening Xitoyga qanchalik qattiq qo'l ekanligini, amiyatda bu Takaichi xonimmi Shinzo Abeninki bir qo'lliq yetishtirgan o'quvchisi deb qaraldi. Ham butun elib berilayotgan siyosatlarga asosiyatan shuning seziqidan ketayotganligini ko'ryapmiz. Ya'ni yillardan buyon faqat Yaponiya faqat o'zining mudofaaniga hargiz harbiy jihatdan ko'p taraqqiy qildirmay, faqat mudofaani asos qilgan bu davlat mudofaa siyosatidan chiqib hozir qaytadan bir kuchlanayotganligini harbiy jihatdan bunday kundan kunga his qilyapmiz. Xitoy bundan eng rahatsız bo'layotgan, bearam bo'layotgan tarafi Xitoyning bu jihatda albatta. Bu yana Yaponiyaning tunji qatim o'z davlatida ishlangan bombalarni qo'shinlarga saplashi bo'lib, qayturma zarba berish iqtidoriga ega bo'lish bosqichiga qadam qo'yganligiga vakillik qiladi deb qaralmoqda hozir. Bulardan sirt Yaponiya etilish masofasi taxminan 1600 kilometr keladigan Amerikada ishlangan Tomahawk boshqarilgan bombasini setib olayotgan bo'lib, bu albatta yillardan buyon bosqichli holatda Yaponiya setib olayotgan bir qurol sistemasi. Bular dengiz qo'g'dug'uchi qismlarining agis darajali qo'g'dug'uchi paraxodlarga o'rnatilganligi bildirildi. Biz o'tgan ay 11 Mart kuni yana shu ekrandan huzuringizga sungandik. 11 Mart kuni Yaponiyaningki quruqliqdan paraxodga qo'yib berilgan 1000 kilometr masofalik boshqarilgan bombalarni Xitoyga qo'shni bo'lgan Kyushu orolidagi bazasiga o'rinlashtirganligi haqidagi xabardan bergandik. O'z vaqtida Xitoy buningga chiqishib oldi deganda, bu qatim bu qurol sistemasiga haqida Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi buningga bayonot berib, muxbirlarning so'ragan savoliga javob berib, Xitoyning Yaponiyaning bu harakatlariga qattiq diqqat qilayotganligi, Yaponiyaning mudofaa nomida Xitoyga mudofaa nomida hujum xarakterli qurol yaroqlarni o'rinlashtirayotganligi, buning xalqaro qonun nizomlarga aloqador kelishimlarga xilof ekanligi, Yaponiyaning yangi shakldagi militarizmining rayon tinchligiga xavf elib kelayotganligi haqida jari soldi. Har doimki safsatalar. Sen qancha chiqishgan bilan, qancha balaqchiqning bilan buningga rayon davlatlari
Bunun başında elbette Yaponiya ve en güçlü şekilde hatta rayon devletlerini mi müdafiə cəhəti qollab kelayotgan en asaslı devletlerden biri Amerika'dan qalsa. Demek bu şekilde bu siyasetler devam kılıyordu.